Salom aziz do'stlar. Bugungi video har biringiz uchun tom ma'noda hayotiy muhim. Bu shunchaki navbatdagi ma'lumot emas, balki kelajakdagi hayotingizga bevosita ta'sir qiluvchi jiddiy ogohlantirishdir. Hukumatning 2026 yil apreliga qadar barcha fuqarolar uchun majburiy bo'ladigan yangi talab haqida gaplashamiz. Bu sizning oddiy bank operatsiyalaridan tortib, davlat xizmatlariga murojaat qilishgacha, hattoki uy sotib olish yoki ishga joylashish jarayonlaringizgacha bo'lgan barcha jarayonlaringizga ta'sir qiladi. Agar siz bu yangi talablarga tayyor bo'lmasangiz, juda jiddiy moliyaviy, huquqiy va maishiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu ma'lumotni o'tkazib yuborish nafaqat sizning, balki oilangizning ham kelajagiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Bu ma'lumotni diqqat bilan tinglang va har bir bandini o'zingiz uchun qayd etib boring. Avvallari biz davlat idoralariga murojaat qilish uchun pasportimiz, tug'ilganlik guvohnomamiz, nikoh guvohnomamiz va boshqa qog'oz hujjatlar bilan navbat kutib, sarson sargardon bo'lib yurar edik. Elektron hukumat xizmatlari joriy qilinganiga qaramay, ular asosan ixtiyoriy xarakterga ega edi va ko'pchilik fuqarolar ulardan foydalanishni bilmasdi yoki qog'oz usulini afzal ko'rar edi. Misol uchun, siz 2020 yilda farzandingizni bog'chaga joylashtirish uchun mahalla idorasiga ariza bilan borib, bir necha hujjatlarni topshirardingiz. Keyin bolangizning navbati kelishini kutib, bir necha oy yoki hatto yillar davomida kutishingizga to'g'ri kelar edi. Yoki kommunal to'lovlarni amalga oshirish uchun bank kassalarida yoki pochta bo'limlarida soatlab navbatda turish odatiy hol edi. Bu jarayonlar nafaqat vaqtingizni olardi, balki ortiqcha qog'ozbozlik, byurokratik to'siqlar va korrupsiya uchun ham zamin yaratardi. Hukumat bu muammolarni bartaraf etish, fuqarolarga qulaylik yaratish va davlat xizmatlarini shaffoflashtirish maqsadida uzoq muddatli strategiya ishlab chiqdi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgaradi. 2026 yil aprelidan boshlab hukumat yangi raqamli fuqaro identifikatsiya tizimi, keyingi o'rinlarda raqamli FIT deb ataymizni to'liq joriy qilmoqda. Bu shuni anglatadiki, sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat, ya'ni raqamli ID va unga bog'langan elektron imzo har bir fuqaro uchun mutlaqo majburiy bo'ladi. Bu shunchaki pasportingizning elektron nusxasi emas, balki sizning shaxsingizni tasdiqlovchi, moliyaviy holatingizni aks ettiruvchi, ta'lim ma'lumotlaringizni o'z ichiga oluvchi, mulkiy ahvolingizni va boshqa barcha shaxsiy ma'lumotlaringizni bitta yagona raqamli identifikator ostida birlashtiruvchi kompleks tizimdir. Bu tizim orqali siz davlat organlari bilan muloqot qilasiz, bank xizmatlaridan foydalanasiz. Hatto ayrim xususiy sektordagi xizmatlarni ham aynan shu raqamli FIT orqali amalga oshirasiz. Raqamli FIT sizning mobil telefoningizdagi maxsus ilova yoki kompyuter orqali kirish mumkin bo'lgan shaxsiy kabinet shaklida bo'ladi. Unga faqatgina sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz emas, balki barcha davlat xizmatlari bilan bog'liq ma'lumotlar ham integratsiya qilinadi. Misol uchun, avtomobilingizni ro'yxatdan o'tkazishdan tortib, nikohingizni qayd ettirishgacha bo'lgan barcha jarayonlar endi qog'ozsiz va shaffof tarzda amalga oshiriladi. Endi esa keling, bu raqamli FIT sizning hayotingizga qanday ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu kimlarga taalluqli va kimlar xavotirlanishi kerak? Aslida bu tizim mamlakatning har bir fuqarosi, yoshidan qat'iy nazar, jumladan bolalar va keksa fuqarolar uchun ham majburiy bo'ladi. Birinchi misol, bank xizmatlari. Tasavvur qiling, 2026 yil aprelidan keyin siz bankka oddiygina hisob ochish uchun borsangiz, sizdan raqamli ID orqali identifikatsiyadan o'tishingiz talab qilinadi. An'anaviy pasportingizni ko'rsatishingiz yetarli bo'lmaydi. Misol uchun, siz chet eldan kelgan $500 miqdoridagi pul o'tkazmasini qabul qilmoqchisiz. Avvallari pasportingiz bilan borib, bir necha daqiqada pulni olib chiqardingiz. Endi esa bank sizdan raqamli FIT orqali shaxsingizni tasdiqlashingizni, elektron imzoyingiz orqali tegishli arizani imzolashingizni talab qiladi. Agar sizda raqamli ID bo'lmasa yoki u faollashtirilmagan bo'lsa, bank sizga xizmat ko'rsata olmaydi. Natijada sizning $500 bankda turib qoladi va uni ololmasdan qolasiz. Bu moliyaviy faoliyatingizni to'liq to'xtatib qo'yadigan jiddiy holatdir. Yoki kredit olmoqchisiz. Endi kredit arizasi, shartnomani imzolash, kredit tarixini tekshirish kabi barcha jarayonlar raqamli FIT orqali elektron tarzda amalga oshiriladi. Agar sizning raqamli FIT tizimida barcha ma'lumotlaringiz to'liq va aniq bo'lmasa, bank sizning arizangizni rad etishi mumkin. Ikkinchi misol,
davlat xizmatlari va mulkiy munosabatlar, farzandingizni maktabga joylashtirish, shifoxonaga murojaat qilish, kommunal to'lovlarni amalga oshirish, hatto yer uchastkasi sotib olish yoki uy joyini rasmiylashtirish kabi har qanday operatsiyalar raqamli FIT orqali amalga oshiriladi. Aytaylik, siz 2026 yil may oyida yangi uy sotib olmoqchisiz. Avvallari notariusga borib, qog'oz shartnomani imzolab, davlat reyestrida ro'yxatdan o'tkazardingiz. Endi esa barcha hujjatlar raqamli FIT orqali elektron tarzda rasmiylashtiriladi. Siz uy sotib olish shartnomasini elektron imzo orqali imzolaysiz. Ushbu tizim orqali sizning mulkiy holatingiz, uyning tarixi, avvalgi egalari haqidagi barcha ma'lumotlar bir zumda tekshiriladi. Agar sizda raqamli ID va elektron imzo bo'lmasa, uy sotib olish jarayoni umuman to'xtab qoladi. Yoki sizning mulkingizni sotishga ham ruxsat berilmaydi. Bu esa sizning barcha moliyaviy rejalaringizni buzishi mumkin. Uchinchi misol, ishga joylashish va mehnat munosabatlari. Ko'pchilik ish beruvchilar endi raqamli FIT orqali xodimlarning malakasini, avvalgi ish joylari haqidagi ma'lumotlarni, diplomlarini, sertifikatlarini tekshirishi mumkin bo'ladi. Mehnat shartnomalari ham elektron imzo bilan imzolanadi va raqamli FITda qayd etiladi. Tasavvur qiling, siz yangi ishga kirmoqchisiz. Ish beruvchi sizdan raqamli FIT orqali rezyumeni taqdim etishingizni, elektron imzo orqali mehnat shartnomasini imzolashingizni so'raydi. Agar raqamli ID tizimidagi ma'lumotlaringiz yangilanmagan bo'lsa yoki sizda elektron imzo bo'lmasa, siz ishga kirishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelasiz. Bu nafaqat sizning, balki ish beruvchining ham vaqtini oladi va ishga joylashish imkoniyatini keskin kamaytiradi. Chunki ish beruvchilar raqamli FIT orqali xodimning barcha ma'lumotlarini tekshirish orqali o'zlarini xavf-xatarlardan himoya qilishga harakat qilishadi. Bu tizim davlat va xususiy sektor o'rtasidagi ma'lumot almashinuvini tezlashtiradi. Shu bilan birga har bir fuqaroning raqamli izini yaratadi. Shuning uchun bu tizimda ma'lumotlaringizning to'g'ri va to'liq bo'lishi juda muhimdir. 4-misol, sog'liqni saqlash. Kasalxonaga borganingizda shifokorlar sizning raqamli FIT orqali tibbiy kartangizni, avvalgi kasallik tarixi, o'tkazilgan operatsiyalar, qabul qilingan dorilar haqidagi barcha ma'lumotlarni bir zumda ko'ra oladi. Bu sizga to'g'ri tashxis qo'yish va samarali davolanishni ta'minlashga yordam beradi. Agar sizda raqamli FIT orqali tibbiy ma'lumotlaringiz integratsiya qilinmagan bo'lsa, shifokor sizning sog'lig'ingiz haqida to'liq tasavvurga ega bo'la olmaydi va bu noto'g'ri davo usullariga olib kelishi mumkin. Misol uchun, shoshilinch holatda kasalxonaga olib kelindingiz, ammo sizda raqamli FIT orqali shaxsiy ma'lumotlaringiz yo'q. Bu shifokorlarning sizga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish vaqti va sifatiga ta'sir qiladi. Chunki ular sizning qon guruhingiz, allergiya holatlaringiz kabi hayotiy muhim ma'lumotlarga tezda ega bo'la olmaydi. Bu esa inson hayoti uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Albatta, har bir qoidaning o'z istisnolari va kutilmagan jihatlari bo'ladi. Hukumat barcha fuqarolarning sharoitlarini inobatga olgan holda bir qancha imtiyozlar va yechimlarni ham taklif etadi. Keling, shu nuanslarni ham ko'rib chiqaylik. Birinchidan, keksa yoshdagi fuqarolar va jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar uchun maxsus xizmatlar ko'zda tutilgan. Misol uchun, yetim yoshdan oshgan pensionerlar yoki uydan chiqa olmaydigan, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun raqamli FITni rasmiylashtirish va faollashtirish uchun uyga borib xizmat ko'rsatuvchi mobil guruhlar tashkil etiladi. Bu guruhlar ularning hujjatlarini yig'ib, raqamli IDni rasmiylashtirishda va elektron imzoni olishda yordam beradi. Bunday fuqarolar uchun ayrim operatsiyalarni ishonchli vakil orqali amalga oshirish imkoniyati ham beriladi. Ammo bu holda vakolatnoma elektron imzo bilan tasdiqlanishi shart. Chek hududlardagi aholi uchun ham xuddi shunday mobil guruhlar muntazam ravishda hududlarga borib, fuqarolarga yordam beradi. Bu tadbirlar orqali hech bir fuqaroning chetda qolib ketmasligi ta'minlanadi. Ikkinchidan, ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiyligi masalasi. Ko'pchilik o'z shaxsiy ma'lumotlarining xavfsizligi haqida xavotirlanishi tabiiy. Hukumat bu borada eng ilg'or xalqaro standartlarga javob beradigan ma'lumotlarni himoya qilish tizimini joriy qilmoqda. Barcha ma'lumotlar shifrlangan holda saqlanadi va ularga faqatgina sizning elektron imzoingiz yoki barmoq izi orqali kirish mumkin bo'ladi. Har qanday ma'lumotlarga kirish yoki o'zgartirish harakati tizimda qayd etib boriladi. Biroq shunga qaramay, ehtiyotkorlikni yo'qotmaslik kerak. Sizning raqamli ID parolingizni yoki elektron imzoingizni hech kimga bermasligingiz juda muhim.
Agar bu ma'lumotlar firibgarlar qo'liga tushsa, ular sizning nomingizdan bank operatsiyalarini amalga oshirish, mol mulkingizni o'zgartirish yoki davlat xizmatlaridan noqonuniy foydalanishi mumkin. Bu borada juda hushyor bo'lish lozim. Uchinchidan, raqamli fitni o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar. Ba'zi fuqarolar, ayniqsa kattalar avlodi, zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Buning uchun davlat xizmatlari markazlarida va mahallalarda maxsus o'quv kurslari va konsultatsiya markazlari tashkil etiladi. U yerda sizga raqamli fitdan foydalanish, elektron imzo olish va shaxsiy kabinetingizni boshqarish bo'yicha amaliy yordam ko'rsatiladi. Bu xizmatlar bepul asosda amalga oshiriladi. Shuni unutmangki, har qanday pullik yordamchilarga ishonishdan oldin davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilib aniq ma'lumot olish zarur. Firibgarlar aynan shu qiyinchiliklardan foydalanib sizdan pullarni undirishi mumkin. 4-dan, internetga ulanish muammolari. Chekka hududlarda yoki internet sifati past bo'lgan joylarda raqamli fitdan foydalanishda uzilishlar bo'lishi mumkin. Hukumat bu muammolarni hal qilish uchun internet infratuzilmasini kengaytirish bo'yicha faol ish olib bormoqda, ammo shunga qaramay, muhim operatsiyalarni amalga oshirishdan oldin barqaror internet aloqasini ta'minlashga harakat qiling. Agar internet ulanishda uzilish bo'lsa, sizning tranzaksiyangiz to'xtab qolishi yoki noto'g'ri bajarilishi mumkin. Bunday holatlarda imkon qadar davlat xizmatlari markazlariga yoki yaqin atrofdagi internet kafelarga murojaat qilish tavsiya etiladi. 5-dan, raqamli fitda xato ma'lumotlar borligi. Sizning tizimga kiritilgan ma'lumotlaringizda xatolar yoki nomuvofiqliklar mavjud bo'lishi mumkin. Misol uchun, familiyangizda bir harf noto'g'ri yozilgan bo'lishi, tug'ilgan sanangizda xatolik bo'lishi yoki mulkingiz haqidagi ma'lumotlar eskirmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatlar kelajakda jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Aytaylik, siz raqamli fit orqali kredit olmoqchisiz, ammo tug'ilgan sanangizda xato borligi sababli bankning tizimi sizning ma'lumotlaringizni to'g'ri aniqlay olmaydi va arizangiz rad etiladi. Yoki sizning mulkingiz raqamli fitda noto'g'ri qayd etilgan bo'lsa, uni sotishda yoki garovga qo'yishda jiddiy huquqiy muammolar paydo bo'ladi. Shu sababli 2026 yil aprelga qadar barcha ma'lumotlaringizning to'g'riligiga ishonch hosil qilish va har qanday xatolarni tuzatish uchun tegishli idoralarga murojaat qilish juda muhimdir. Aziz do'stlar, endi esa amaliy harakatlarga o'tamiz. Nima qilishim kerak degan savolga aniq javoblar beraman. Quyidagi qadamlar juda muhim va ularni zudlik bilan bajarishingizni tavsiya qilaman. 1-qadam. Hozirgi pasportingiz va boshqa shaxsini tasdiqlovchi hujjatlaringizning muddati tugamaganiga ishonch hosil qiling. Agar pasportingiz muddati tugagan bo'lsa yoki yaqin bir necha oy ichida tugasa, darhol yangisiga almashtirish uchun murojaat qiling. Raqamli fit tizimi sizning yangi biometrik pasportingizdagi ma'lumotlarga asoslanadi. Shuning uchun pasportingizning dolzarb va yaroqli bo'lishi juda muhim. Agar sizning eski namunadagi pasportingiz bo'lsa, uni tezda ID kartaga almashtirishingiz shart. 2-qadam, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, qisqacha IDXP portal to'qipi saytiga kiring va shaxsiy kabinet oching. Agar allaqachon mavjud bo'lsa, uni yangilang. Bu portal sizning raqamli fit bilan muloqot qilish uchun asosiy platforma bo'ladi. U yerda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz aks etadi. Davlat xizmatlari uchun arizalar berasiz va operatsiyalarni nazorat qilasiz. Ro'yxatdan o'tish juda oddiy. Pasport ma'lumotlaringizni kiritasiz. Mobil raqamingizga kelgan kod orqali tasdiqlaysiz va shaxsiy kabinetingizni faollashtirasiz. 3-qadam, elektron imzo, e-imzo kalitini oling. Bu raqamli fitning ajralmas qismi bo'lib, sizning raqamli dunyodagi shaxsiy muhringiz vazifasini o'taydi. Elektron imzo orqali siz turli hujjatlarni elektron tarzda imzolaysiz, davlat xizmatlaridan foydalanasiz va tranzaksiyalarni tasdiqlaysiz. Elektron imzo kalitini davlat xizmatlari markazlaridan, Davlat soliq qo'mitasining maxsus markazlaridan yoki e-imzo markazlaridan olishingiz mumkin. Ba'zi hollarda bu xizmat bepul taqdim etiladi. Ba'zi hollarda esa ramziy to'lov undirilishi mumkin. Masalan, 10 ming so'm atrofida. Elektron imzo kaliti odatda USB flash diskda yoki maxsus token qurilmasida saqlanadi. Uning amal qilish muddati borligini ham unutmang va uni muntazam ravishda yangilab turish kerak. 4-qadam, IDXP orqali barcha shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring va yangilang. Shaxsiy kabinetingizda sizning oilaviy holatingiz, tug'ilganlik haqidagi ma'lumotlar, mulkingiz,
ko'chmas mulk, avtomobil va boshqalar, ta'lim ma'lumotlaringiz, diplomlar, sertifikatlar, tibbiy ma'lumotlaringiz kabi barcha ma'lumotlar aks etadi. Agar ushbu ma'lumotlarda biror xato, nomuvofiqlik yoki eskirganlik holati mavjud bo'lsa, darhol uni tuzatish uchun tegishli idoraga murojaat qiling. Misol uchun, nikohingiz EDXP tizimida aks etmagan bo'lsa, FHDY organlariga murojaat qiling yoki diplom ma'lumotlaringizda xato bo'lsa, ta'lim muassasangizga murojaat qilib to'g'rilating. Bu ma'lumotlarning aniq va to'liq bo'lishi raqamli FITning to'g'ri ishlashi uchun juda muhimdir. 5-qadam hukumat tomonidan taqdim etiladigan raqamli FITni boshqarish uchun mobil ilovani yuklab oling va faollashtiring. Bu ilova sizning mobil telefoningizda raqamli ID sifatida xizmat qiladi va ko'plab operatsiyalarni bevosita smartfoningiz orqali amalga oshirish imkonini beradi. Ilovani rasmiy manbalardan, ya'ni Google Play Market yoki Apple App Store'dan yuklab oling. Boshqa shubhali manbalardan yuklashdan saqlaning, chunki bu sizning shaxsiy ma'lumotlaringizning xavfsizligiga tahdid solishi mumkin. Ilovani faollashtirish uchun pasport ma'lumotlaringizni kiritib, elektron imzo orqali tasdiqlash talab qilinadi. 6-qadam yaqinlaringizga, ayniqsa keksa yoshda ota-onalaringizga bu jarayonlarni amalga oshirishda yordam bering. Ularga mobil ilovani yuklashda, shaxsiy kabinet ochishda va elektron imzo olishda ko'maklashing. Agar o'zingiz ham to'liq tushunmasangiz, yuqorida aytilgandek, davlat xizmatlari markazlariga yoki mahallalardagi mutaxassislarga murojaat qiling. Ularga raqamli FITning ahamiyatini tushuntiring. Ular bu tizimdan foydalana olmasalar, qanday muammolar kelib chiqishini aniq misollar bilan tushuntiring. Ularning raqamli FITga ega bo'lishi butun oila uchun muhimdir. Misol uchun, ota-onangizga pensiya olishda raqamli FIT talab qilinganda, sizning yordamingiz nihoyatda muhim bo'ladi. Do'stlar, esda tuting, 2026 yil apreli juda tez keladi. Bu yangi tizim bizning hayotimizni soddalashtirishga, qog'ozbozlikni kamaytirishga, korrupsiyaga barham berishga va davlat xizmatlarini yanada shaffof hamda qulay qilishga qaratilgan. Lekin unga tayyor bo'lish har birimizning mas'uliyatimiz. Bugungi videoda aytganlarimni jiddiy qabul qiling va yuqorida sanab o'tilgan amallarni bugundan boshlab bajarishga kirishing. Ertangi kuningiz tinch va muammosiz o'tishi uchun bu zarur. Bu ma'lumotlarni imkon qadar ko'proq do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Ularni ham ogohlantiring va tayyorgarlik ko'rishga chaqiring. Izohlarda o'z fikringizni, savollaringizni yoki boshqa nuanslar haqidagi mulohazalaringizni yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shunda keyingi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaysiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha